Assalomu alaykum. Men ushul Esto'da ishlayman. Bizdin yumush avtomat korobka. Biz qilgan yumushlarimizni, ishlarimizni internetga qo'yishni boshladik. Agarda ushul videolar kimga foydasi tegsa, biz abdan xursand bo'lamiz. Bu Odyssey mashinaning korobkasi bo'ladi. Hozir buni yuvib tozalaymiz. Bu yuvib tozalangan emnasi. Ondan keyin biz chachib ichini zagotovka qilamiz. Bu yerda o'lgan zapchastlar, yana toza zapchastlar bor. Yuvib tozalanib, tayyorlanib jadad yana sborkaga. Bu yerda mazgi qo'yilgan, jangi mazgi qo'yilgan, jangi reduktorda qo'yilgan. Bu yerda o'lgan zapchastlari, friksion, temir, sannik. Bular o'lsa mashina buksavat qilishni boshlaydi. Bu pachinik bo'ladi. Pachinik o'lsa mashinadan zuv chiqib qoladi. Bu bo'lsa mazgi bo'ladi. Bu joqda filtr turadi. Bu mashinaning prichinasi zadniga dava solganda qattiq silkib tushishi, keyin cho'ng skorostda buksavat qilish uchun.